uyda o'tirib menda hech qanday muammo yo'q, men tabiiy homilador bo'la olaman deb o'tirishlari to'g'ri emas. Doimiy ovulyatsiya degani doimiy tuxum hujayraning hosil bo'lishi va yorilishi deganini anglatadi. Tuxum hujayra serpushtlik sayohatining bir bo'lagi xolos. Bizga yana kerak bo'ladigan narsalar: urug', naylar, bachadon. Agar bizdan ovulyatsiya doimiy bo'lganda, homiladorlik bo'lishi mumkin yoki yo'qligi so'rashsa, biz hech nima deya olmaymiz. Chunki urug'da, naylarda yoki bachadonda muammo bo'lishi mumkin. Agar urug' normada, ovulyatsiya doimiy deb oladigan bo'lsak, ikkita ko'rsatkich qolyapti: bachadon va naylar. Balki naylarda muammo bo'lishi mumkin yoki ular yopiq bo'lishi mumkin. Ochiq bo'lsa ham sog'lom bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi ko'p uchraydigan holatlardan biri sababsiz bepushtlik. Bu holatda hamma narsa normada, urug' normada, naylar normada, ovulyatsiya doimiy bo'lganda ham juftlik homilador bo'la olmayotgan bo'lsa, bu holatlarda muammo mikroskopik darajada bo'lib, uni hech kim UZIda yoki bor analizlarda ko'ra olmaydi. Shunda ham o'sha juftliklar davolanishlari kerak. Uyda o'tirib menda hech qanday muammo yo'q, men tabiiy homilador bo'la olaman deb o'tirishlari to'g'ri emas. Bunaqa holatlarda tabiiy homiladorlikka erishishga bo'lgan imkoniyat juda past. Yaxshisi homiladorlikka erishish uchun davolanish kerak.